Agar siz birorta o'ynab bu kodni bilmasangiz, вообще bo'tsiz. Tak, hammalarga salom bolalar. Kommentariyada juda ham odam double like o'zi nimaga kerak, yozishni o'rgating deb aytishibdi. Hozir men sizlarga tushuntirib beraman, yozishni ham ko'rsaman. Mana qaranglar, hozir bu oddiy sakrash bo'ladi. Mana ko'rasizlar, oddiy sakrayapti. Unaqa ja uzoqga yoki tepaga sakramayapti. Qaranglar, endi double like ko'rsaman sizlarga. VP bo'lsa, mana bu turgan bo'lsa, shunaqa double like qilib chiqadigan bo'lsanglar, qaranglar tepaga sakrashni sakradi. Ana ko'rasizlar, qanaqa uzoqga sakrayapti. Shunaqa qilib chiqadigan bo'lsanglar, prям sizlarni VPda otolmaydi. Endi qaranglar, yozilishni o'rgataman. Endi qaranglar, qanaqa qilib yozilishining, qanaqa qilib sakralishini ko'rsataman sizlarga. Yangilarga mana screenshot qolishingiz mumkin. Alias plus AA qavs ochasizlar, plusdak jam. Keyin bundan keyin xuddi shu plus yozganinglarni minus qilib chiqasizlar-da. Keyin qaysi harfga qo'yib olishinglarni yozasizlar mana. Bint f kelib qavs ochib turib, AA, men xohlasanglar f ga, xohlasanglar s ga, любой harfga qo'ya olasizlar. Keyin mana shu protivniklarda VP yoki normalniy zakr bo'lsa, sizlarni otolmaydi. Double like, mana shu narsani double like deyiladi. Если что, kimga qanaqadir kodlar kerak bo'lsa, bemalol Telegram kanalimizga o'tib foydalanishingiz mumkin.